Bo'pti 27 dan bo'pti. Voy, 27 dan. Plus qo'za aka. Quvonchbek 10 oylik bo'lmaydimi? Siz baribir optim olgansiz-ku. 2 million 300 mingdan bitta ikkita emas, 45 dona. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like knopkasini bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turinglar. O'sha sizlar so'ragan qo'ra arzonchi optimchi Quvonchbekning qo'ralarini yana topib keldik. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, tushunishlarimiz yaxshimi? Bormisiz, keldi yangilari? Yangilari keldi aka. 320 ta qo'zab kelib qo'yganman. 320 Mana degan zo'rlarni olib kelib qo'yganman aka. Tojikistonniki, xudo xolasa hammasi hisori. Shu oyoq qo'li uzunidan, suyagi baquvvatdan boqaman deganlar like bosib, like kommentariyada otangga rahmat deb tursa, shunaqalarni olib kelib qo'yaman, yaxshisini narxini ham qulay narxda qilib beraman aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, birinchi partiyamizga hammasi Qo'chqor, yosh oyligi necha oy bir To'royga borib qolganmi? To'roy plus aka. To'roy plus ha, xudo xolasa. Soni nechta? Soni 40 bosh aka. Bir pachka. 40 bosh hammasi Qo'chqor, hurmatli obunachilar. Xo'p, qachon keldi o'zi bular? Aka, bularni kecha kuni ertalab kelgan. Xudo xolasa yeb ichish zo'r. Ko'rib oldingiz. Ha, sinovdan o'tgan. Xudo xolasa uylarga borgandan keyin ham yana bir qo'l sinov olishaveradi. Bir hafta garantiyasi bor. Tomonlama umuman muammosi yo'q aka. Xudo xolasa akalar mana. Vaksinalarini, qurtug'i, shamollashiga aka, hamma narsasini tayyor qilib qo'yganman. Olib borishadi, hashagini berib, yemini berib tursa bo'ldi. Boqishsa bo'ldi. Boqishsa bo'ldi aka. Hamma narsasi tayyor. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, vaksinalar bonusiga. Endi masalan, kimlardir aytishi mumkin, vaksina arzamagan pul deyishi mumkin-ku. Ovoragarchilikda o'sha uyingizga borgandan keyin bitta veterinarni chaqirtirishingiz kerak. Vaqtingiz ketadi, tepasida turib, mana tayyor vaksinalarni qildirib qo'yishyapti. Bemalol olib boqishingiz mumkin. Kamchilik ko'rmadingizmi qo'ylarda Quvonchbek? Yo'q aka, xudo xolasa o'sha obunachilarimizga yaxshisini tavsiya qilamiz aka. Olib rahmat, otangga rahmat ulim. Zo'r baraka topdim deysa biz xursand bo'lamiz aka. Barakasimiz. O'tgan safar ham qo'y chiqarganda o'zimdan ham juda ko'pchilik so'radi, tashqarida video qilgan edi. Qo'radi, ha. Ana shu videoni ham tashlab mendan juda ko'pchilik so'radi, lekin ko'pchilik duo qilishdi. Ha, xudo xolasa u partiya ham o'sha kuniyoq tugadi. O'zimga ham misol yetib borgandan keyin ham rahmatni aytishdi hammalari. Narxini qulay qilib bersangiz, xudo xolasa duo qilib gaziga obunachilarimiz boshladi. Sizni ishingiz bu yoqda gaziga bosaveradi, duo qilib tursa, xudo xolasa. Nech pul qo'yamiz buni optimiga? Aka, bulari 3 million 400 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. 3 million 400 dan optimigami? Optimiga. O'tgan safardan sal qimmat aytyapsiz. Yo'q, qo'ylar lekin o'tgan safardan tetik. Yo'q, tetik-ku sal. Sezonda turibmiz, 1-2 so'mga qaraydigan joyda emasmiz hozir. Mana kelar. Yo'q, qo'zilar zo'r. Qo'zilar yomon emas. Narxini bir chiroyli qilib bering. 100 ming farq qilsin aka. Sezonda turibmiz. Yo'q, katta-da ularda, agar ulardaqa bo'lsa, undan arzon qilib beradi. Yana 100 ming o'tib bering, yana 100 ming farq qilsin, 300 dan ketsin. 32 dan bir joyga optim olsa bir nimadir o'tib berasiz baribir. Davom bo'lib ketsin deyapsiz-da. Shunaqa, endi bir maza qilinsin. Bir joyga bo'lsa 32 dan top bor aka, olsin. Tanlab olishsa ham plusi bor ekan. Demakki, u bir ikkita ancha kattalari ham bor-da. Katta farqi bor deydi. To'liq o'tib qolganlari ham bor. 3-4 ta. Endi hammasi ketsa o'sha narsa ketaveradi. Shundan endi tanlab olsa 500 ming, 600 ming. Yo'q, 100 ming aqbaq, u unaqa baland emas. 100 ming aqbaqqa tanlab olishaveradi. Tanlab olaman desangiz ham o'zi aslida buni qo'ylar mana o'rtada ko'rib turibsizlar. Bemalol tanlab olsalar bo'ladi. Ko'chada masalan 3,5 ham sotsa bo'ladi. Sotishyapti ham gapni ochig'i. Tanlab olsangiz shunaqalari ham bor ichida. Kelib ko'ring. Inshaalloh yoqsa pulini sanaysiz, yoqmasa joyida qolaveradi, unisidan muammo. Hammasini misol pul yetmaydigan akalar, ha biz ololmas ekanmiz-da deyishmasin. Kelib turib 5 tasini shuni haydab olsa ham optim narxda. Ketaveradi. Oyog'idan ushab, tanlab olishmasa bo'ldi aka. Xo'p, bugunga nech partiya chiqaramiz o'zi? Aka, bugunga 5 partiya qo'yimiz bor, 6-partiyasiga bonus aka. Asli 5 deydi. Nech pullar chiqadi ular? Ular aka 2 million 300 ming so'mdan rasprodajaga obunachilarimizga qo'yib beraman. Soni nechta uni? Soni 45 dona aka, bitta ikkita emas. 45 ta qo'zi qo'yib beraman. 2 million 300 mingdan bitta ikkita emas, 45 dona. Shoshilib ulgurib qolasizlar, xudo xolasa like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi? Keyingi partiyasiga aka, shularda mana shu qo'chqorlarda ozgina pul yengilroq. O'sha asli go'davosh past bir xil, pulni yengilroq qilib beraman. Soni ko'p.
Soni ko'p. Chiqamiz ketdik. Quvonchbek bu partiyaga son nechta? Soni 75 aka. 70 ta. 70 ta. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, haligi 10 to'ntadan olganda ham 7 kishining xotirjam ishi bitadi inshaalloh. Xudo xolasa. Endi balki 5 tadan olishar, balki 20 tadan olishar, Xudo biladi. Lekin ancha-muncha odam ishi bitadigan holatda. Ha, qo'y serob aka. Qo'chqormi bular? Bular bari qo'chqor aka. Pichma sog'lig'i yo'q. Yosh oyligicha. Yosh oyligi aka 3,5 oylik bular. 3,5 oylik atrofida, hurmatli obunachilar. 3 oydan o'tgan Ha, 3 oydan plus emas aka. 3 oydan o'tgan akalar. Xo'p, sifatlari yomon emas. Dumbalarni ham ko'rib turibsizlar, masalan, yeb ichishi yaxshi bo'lmasa, yo onasini yaxshi emmagan bo'lsa, mana shu dumbalari bunaqa holatda bo'lmaydi akalar. Juda ko'pchilik buni yaxshi bilishadi. Bular ham o'shalarni bir partiyada kelganmi? Shular bilan bir xil aka. Prosta sal o'sha farqi borligi uchun bitta qilib qo'yganmiz. Sortni sortdan qo'yib, chiroyli qilib. Yeb ichlarni tekshirib olgansiz. Yeb ichishdan muammosi yo'q aka. Kamchilik sinovi bor. Akalar, mana xudo xolasa, bularni bitta yaxshi tarafiki, olib borganingizdan unaqa to'kib yem berishingiz shart emas, boshqa bo'lishi shart emas. Oz-ozdan kechga kepagini berib turadigan bo'lsangiz, effektni beraveradi akalar. Bu o'sadigan narsa, iloji boricha kepagini berib yurg'izib tursa, inshaalloh o'sib yaxshi effekt beradi. Bu ham o'sha hamma narsasi qilingan aka. Vaksina hamma narsasida borgandan keyin shu aytganingizdek ozgina kepakdan hashayni berib tursa bo'ldi. Boqsa bo'ldi. Boqsa bo'ldi. Xudo xolasa hammasi barakali aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, buni har safar aytamiz-ku, aynan bu sezon rasa borsa bir 2 oyga boradi-da, uni yarmini urib qo'ydi, yarmidan o'tib ham qoldi akalar. Rasa qiziq paytida shoshilib ulgurib qolinglar. Bu sezonni yillab kutadigan akalarimiz bor. Sababi bu 1 yilda bir keladi. Ana shu kutganlariga yarasha narxlar bu sezonda arzon bo'ladi. Nech pul qilib beramiz uni optim yo'ygan akalarimizga? Buni aka o'zi asli 31 ga hisob tushyapti turadi. 31. Baribir siz ichingizni bilaman-da. Baribir shunga qaraysiz 3 million so'mdan ketaveradi aka. Ochig'i. Oldi qochdi gap keragi yo'q. 31 emas, 32 emas, 3 million so'mdan bir joyga ketaveradi. Undan ham o'tib berilamiz yo bo'lishimi? Aka sizni obunachilarimiz uchun, shu musofirda yurgan akalar uchun 3 million so'mdan tanlab olsin, 29 dan bir joyga ketaveradi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana 2 million 900 ming so'mdan agar optim olaman degan akalarimiz o'rtasidan haydab shunday bo'lib oling, 10 ta olasizmi, 20 ta olasizmi, optim narxida ketaveradi. Tanlashmasa bo'ldi aka. 5 ta olsa ham optim narxida ketaveradi. Mana akalar, bitta haydaysiz, mana bu tarafga ajragani 2 million 900 dan ketaveradi inshaalloh. Dastavkalarimiz shuncha gap va oddiy o'ylab Toshkentgacha bir 5-10 ta olinadigan bo'lsa, Samarqandgacha yushirib berish imkoniyatlarimiz bor akalar. Xudo xolasa 12 ta viloyatga yetkazib beramiz aka. Kommentariyada bir fikrlaringni bildirib turinglar akalar. Narx-navoli bo'yicha har safar musofir akalarimiz ham, O'zbekistondan turib kuzatadigan akalarimiz ham Quvonchbek qo'llab-quvvatlashyapti. Bu safar ham inshaalloh sizlardan yordam, podдержка kutib olamiz. Xudo xolasa telefon qilishsin. ishlarni bitiramiz. Qo'ydi imkoniyat bo'lsa ustiga kelsin. Imkoniyat yo'q bo'lsa, olib borgandan keyin ham xudo xolosa uyaltirmaydi birottasi. Xudo xolosa. Pulga aka bozordan 200 ming, 300 ming arzon. Xotirjam telefon qilishaversin. Hozir bir tekshirib, bemalol ko'cha-ko'yda aylanib kelsalari ham xudo xolosa hech kimning qarshiligi yo'q. Oxirida kelib, mana shu yerda oxirida savdoni qilib olsalar ham inshaalloh afsuslanmaydigan holatda. Akalar, kelaverasizlar, inshaalloh biz 3-partiyamizni olib chiqamizmi? 3-partiya ko'paysin variantlari. Sovliqlar chiqadimi? Ha, kuzga borib qo'chqor qo'shadigan sovliqlar zo'rnab kelib qo'ygan. Ketdingiz olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga xudo xolasa hammasi urg'och-a, Quvonchbek. Hammasi ko'paysin variantda. Bitta qo'chqori yo'q umuman. Yo'q, ammo qo'chqorga dam beradiganlar aka. Xudo xolasa, lekin etlari zo'r ekan, eti ham, dumba boshlari ham, sifati ham, har tomonlama g'ovdasi ham katta aka. Akalar, dumbalarini qaranglar. Xudo xolasa ko'rsatgan odamingizga bir yoqadigan variantda, sababi u dumba holatlari o'z chiqib qolmaganda akalar, bu qo'ydi parametrlari bir sifat darajasini belgilaydigan joylarda, misol uchun shunday aka, yeb ichib o'sha zo'r bo'lib yeb tursa aka, libo qo'yam o'zgaradi aka. Yeb ichishda muammosi yo'q. Kuzda qo'shsa bo'laveradi qo'chqorga. Kuzda qo'shsangiz qarg'aydi aka bular. Avgustda qo'shaveradi. Xudo xolasa avgustda tayyor bo'ladi deyishyapti. Hurmatli obunachilar, yosh oyligi bir qancha dedingiz, 4 oymi? Yosh oyligi aka 5 oylikqa yaqin bular. 5 oy plus minus. Ichida to'g'illari ham bor mana. Ola, mana qoralar. Ular ham ketaveradi shunaqdan aka. Yo'q, holatlari yaxshi ekan. O'zi hozirgi kunda qo'chqordan ko'ra solo'ni so'rashyapti-da. Sababi qo'chqor har safar aytamiz, 300 ta kelsa, ichida bir 20 ta 30 ta kelib qolmasa kelmayapti-da sog'liqlar. Shunday aka. Talab ham o'shanga yarasha bo'lyapti har doim. Mana akalar, qo'loqlarni ko'rib olinglar inshaalloh. Hammasi menimcha sizlarga yoqadi degan umiddamiz.
Tekshirib olgansiz? Aka, yeb ichishini, misol sog'lig'ini men tekshirib oldim. O'zlari ham uyga borgandan keyin xotirjam tekshirib sinab olishadi aka. Bir hafta garantiyasi bor. Bularni ham vaksina hamma narsasini qildirib qo'yganman. Akalar dumbalar osilib ketmagan. Boqib tursa bo'ldi, xudo xolasa. Boshqa haligi xarajati yo'q. Dumbalar osilib ketmagan akalar. Baribir buni olgan odam chiqachon go'shtga boqmaydi, baribir bolasini olib yuraman, naslini olaman deb boqanda akalar. Dumbalarga e'tibor berasizlar. Hech qaysini dumbasi osilib yo pastga qarab yotib qolgan holatda emas. Ertaga nasl olganda ham muammolar inshaalloh bo'lmaydi. Xudo xolasa aka, dehqonni gapi 100% demayman, bittaga olishaveradi, egizak tursa, bonusda o'zlariga misol, Xudo bergan barakasi 20 tasi egizchi deb bergan dehqon, 40 ta berdi aka. 20 ta 19 tasi egizchi aka. Xudo xolasa endi yo Allohga tavakkal. Ha, bittaga olishaversin. Naqdi ham misol o'sha bitta Xudo xolasa shunga qarab qo'yib beramiz. Egiz tursa o'sha endi bari hech kim bonus o'zlariga. Oldindan 100% egizakchilik garantiya bera olmaydi-yu. Bittaga olinglar akalar, xudo xolasa ertaga qanaqadir egizakchi chiqmasa ham muammo bo'lmaydi-da. Umidvor bo'lib qolishmaydi. Xuddi shunday. Nech pul qo'yib berasiz buni narxini? Agar narxi вообще arzon, o'sha misol rasman maqtadi gapirdik, hammasi narxida aka. Ochig'i. Xudo xolasa shunchalik qo'llab-quvvatlashyapti, qo'yimiz kelyapti, sotilyapti. 32 dan bir joyga ketaveradi aka. Rasprodaja. 200 ming so'mdan. Optim olgan akalarimizga xayri bormi? Aka, optim olsa xayrini qilib beraman. To'g'risi, hali har safar tortishavermasin, malik qilmasin deb bizga shu yopishtirib, taqalganini aytib beraman. 32 dan obrashlar. Shunisi tortishmaysiz ama shu qo'ylarim bor. Xo'p, o'tib berasiz, obrashlarni telefon qilsa o'tib berasiz. Bitta ikkita olsa 32 da agar telefon qilishsa, xayrini qilib beraman bir joyga. Mana hurmatli obrashlar. Boshqa qo'ylarni o'tib beraman aka. Bu qo'ylarni ama nimaga o'zi narxi yildan 300 ming, 400 ming so'm arzon aka. Ochig'i, realni oladigan odam telefon qilsin, qo'ydi tepasiga kelsin. Xudo xolasa yoqadi aka. Ishlarni bitiramiz. 200 ming so'mdan optim narx. Tanlab olgan ham 32 dan dedingiz-a? Tanlab olsa endi bitta ikkita tanlab olsa akacha pilisi bo'ladi ochig'i. 10 ta to'g'rilar bor-da, haydab olsa ketaveradi. 10 ta olsa. 10 ta olsa ham o'sha narxdan qilib beraman aka. Mana aka, hurmatli onalar 3 million 200 ming so'mni ulgurib qolinglar. Xudo xolasa dastavkalarni uyushtirib berishadi, sog'ligiga kafolatlar bor. Bizda keyingi partiyamiz ham bor. Xudo xolasa keyingi partiyasiga bundan ham pul yengil sog'liqlarni ularni ham chiqamiz. Ketdik bo'lsa. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa navbatdagi partiyamizga ham urg'ochilardanmi bular? Urg'ochi aka, Xudo xolasa shu nari oldingi videoda ozna kichkinalari bular. Singillari. Ha, singillari. Mana akalar, Xudo xolasa soni nechta bular? Soni 50 bosh aka. 50 bosh. Bir qo'ra akalar, bir qo'ra boqilgan shu kungacha. Imkoningiz bo'lsa, siz ham bir qo'ra qilib olib qo'ying. Xudo xolasa haligi 2 kere 2 bo'lib ko'payadiganlar mana shunday bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa aka, baragasini bersa, egizchilari ham ko'p ichida. Xudo xolasa balki 70 ta bo'lib ketar, balki 80 ta bo'lib ketar. Endi 50 tasi inshaalloh naqdroq mashina hurmatli obunachilar. Buni yosh oyligi necha oylik deb beramiz? Yosh oyligi aka 3 oylik plus minus. 3 oylik atrofida. Ha. Ranglarni ko'rib turibsizlar, akalar, hammasi yaltir-yultir variantda, tag'in ham kecha yog'ingarchilik bo'lgan, boshqa bo'lgan ustida masalan changlar tozalanmagan bo'lishi mumkin. Atak holatlari zo'r akalar. Buni kashdan boqadigan akalarimiz o'zlari bilishadi, uni tushuntirish shart emas. Nima deysiz? Ha, o'shunday aka. Tushungan odam o'zi siraz biladi, qo'ydi ko'rganda, xudo xolasa qo'ylar hammasi zo'r aka, hisori. Bunaqa mayda-chuyda hech qanday joydarsi yo'q ichida aka. Endi buni nimaga bizda ko'p yaxshi ko'rishadi akalar? Bizning iqlimga moslashgan bolam xudo xolasa har yili bexato beradi, mana shu qo'ylarni boqishadi. Inshaalloh sizlar ham ashlarni ko'rib olib ketadigan imkoniyatlaring bor xudo xolasa. Quvonchbek, buni narxidan boshlasak nima deymiz? To'g'risi tomoqning mazasi yo'q. Akalar qiynalib ham ketyapman gap to'g'ri. Agar narxi oldi qochisi yo'q, 3 million so'mdan bir joyga rasprodaja olsin aka. 3 dan o'tib berasiz buni Quvonchbek. Yo'q, 3. O'tgan gal qo'yganingizda bomba bo'lib portladimi? Yo, bomba bo'ldi. O'shaning uchun yana ham yengil qo'yib beryapman. Yo'q, bu safar sal yengilroq qo'ying. Yana bir maza qilsin obunachilar. O'tgan safar so'liqlar tugagandir. Yo'q, so'liqlar tugadi. Xudo xolasa buni yana yo'lda kelyapti. U tagi uzilmaydi. Misol padisha qilib, kommentariya yozib, qo'llab-quvvatlab tursa aka, narxini bundan ham
pastroqqa berishga harakat qilamiz, lekin mono qo'ylarga 3 millionga vaqti darim aka. 29 dan optim olganga nimadir o'tib berasiz. 29 dan hozir yana o'tib beraman. Optim hammasini olsa nimadir o'tib berasiz. 29 dan bir joyga olishsin, 3 million so'mdan tanlab olishsin aka. Hurmatli obunachilar mana. Inshaalloh sizlar uchun mana arzon. Labzingizni sindirmayman. Labzingizni sindirmayman. Hammasini olsa yana xeyrini qilib beraman. Gap yo'q mana. Hurmatli obunachilar, kelinglar, ko'ringlar. Inshaalloh sog'liq qidirib yurgan akalarimiz ko'p. Joyingiz bo'lsa, yeringiz bo'lsa tashab qo'yasiz. Inshaalloh keyingi yilga pulingiz ham bularni o'zini puli o'sadi, ham oldiga bittadan bolasi tushadi inshaalloh. Hurmatli obunachilar, kuzatib turinglar. Keyingi partiyamizga qanaqasini olib chiqamiz? Keyingi partiyasiga o'sha aka va'da qilganimizdek. Aka, undan oldin bitta partiyam bor. Uni hozir o'sha bonusli variantni ham ko'rsatamiz. Undan oldin qo'ylar zo'rni olib kelib qo'yganman. Samarqand, Buxorolik akalar videoni ko'rib tursin. Shular boqadigan o'sha Arabiy degan qo'yimiz bor. Arabiy. Ana shu qo'ylarda bitta ikkita emas, 25 ta olib kelib qo'yganman. Ko'rsin, xudo xolasa narxlarni ham qulay qilib zo'rni qilib beraman. Ketdik. Akalar, ukalar, xudo xolasa mana shu partiyalarimiz ham bir 4 oydan o'tgan shekilliga. Aka, 4 oylik plus hammasi. Hammasi plus. Qo'chqormi? Qo'chqor, bari qo'chqor. Qo'chqor. Lekin bo'ybaslari yaxshi ekan bularni ham. Etlari ham yaxshi olgan ekan akalar. Aka, o'zi bu qo'yda, misol o'zi bilishadi, boqqanlar biladi. Go'shtga o'sha o'zimizning qo'ylardan ko'ra ancha tez yetiladi aka. Xo'p, qarang. Soni nechta buni? Soni 25 ta. 25 ta, lekin buni ham bir qo'raq olsangiz bo'ladigan variant ekan. Yosh haligi 4 oylikdan baland, sog'ligiga kafolat baribir berasiz har doimgidek. Aka, yeb ichishda umuman muammosi yo'q. Sinovlaringizdan o'tganmi? Bir hafta 10 kun sinov olishadi, behijolat. Do'stlar, akalar, endi ozgina bir ikkitasida farqi bor ekan. Deyarli bir xil holatda terilgan ekan. Deyarli. 5 oylik ham bor-da aka ichida. Shunga 4 oylik plus minusga olishaveradi. Quvonchbek, videoni masalan bu partiyani endi boshladik-da. Narxi bilan boshlaylik, maza qilsin bir. Aka, narxi 3 million so'mdan olishaveradi. 3 millionni. 3 million so'mdan. Narxligi yaxshi bo'ldi. Buni so'ramay qo'raman. Dirdim lekin so'rayman, Quvonchbek. Hash. Aytdim, qon qo'ylarni o'tib beraman deb 29 dan qilib beraman aka. 3 dan past bo'lsin. 26 dan. Yo, 26 juda pasayib ketadi. 26 dan. Yo, 26 dan umuman pasayib ketadi. Fikr bildiringlar kommentariyada akalar. 2600 dan nima deysizlar? Holatlar yaxshimi? Bir fikr bildiringlar. Har bir ko'rib turgan odam agar 2600 dan denglar, kelganlarincha to'g'ri tushirib qo'yaman. Keling, nech pul qilib berasiz? 28 qilib beraman aka. 26 qilib berasiz. 26. Yo'q, uyda turaveradi. Bir maza qilsin. 2600 dan bir maza qilsin. Aka, 26 dan o ancha pasayib ketadi. Ochig'i. Men 2600 dan 4-5 oylik qo'yda hech kim qo'ymagan. Bittasi qo'ying, maza qilsin. 3 million qo'ysam ham hali qo'ygan yo'q. 3 million so'mdan deng, hali 4 oylik, 5 oylik qo'zini qo'ygan yo'q. Bo'pti, 27 dan. Bo'pti, 27 dan bo'pti. Voy, 27 dan. Plus qo'za aka. Quvonchbek 10 oylik bo'lmaydimi? Siz baribir optim olgansiz-ku. Voy, bundan keyin bonus qo'yib beraman. Mana uni bonus qilib tashlayapsiz. 27 bo'ldi, ketdimi? Bir joyga olishsa 27 ta olsin. Hurmatli obunachilar, 2 million 700 ming so'mdan optimiga oling. Xudo xolisa dastlabkilarni uyushtirib berishadi. Namangan, To'raqo'rg'on, Saroy Optimchi Quvonchbek qo'ralaridan maxsus. Bunaqa narx dangal bo'lmagan. Aka, yozishadi. Bu bomba bo'ladi. Xudo xolisa. Ochig'i, 4 oylik qo'zini hali 3 million ham qo'ygan yo'q hali. 27 dan olishsin. Shoshilib ulgurib qolinglar. Keyingi partiyalarimiz shu bonuslar chiqadi. Ketdik. Bundan ham yangilar chiqadi aka. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bu partiyalarimiz shu va'da qilingan eng so'nggi partiya Quvonchbek. Bonusli partiya aka. Bonus soni nechta? Soni 45 dona. 45 dona. Qo'chqor so'lg'i aralash. 20 ta qo'chqor, 25 ta so'lg'i bor aka. Aralash, hurmatli obunachilar. Yosh oyligichi? Aka, ichida 13 ta 1 oylig'i bor. Qolgan hammasi 2 oylik aka. Asosan 2 oylik. Ha, 2 oylik. 2 oylik mana hurmatli obunachilar. Ko'rib turibsizlar mana simjunli simjunlarda hammasidan bor. Tanlab olish imkoniyatlaringiz ham bor. Xudo xolasa puli arzonidan 10 to'mayman, 13 ta olaman degan akalarimizga mana shu partiyalarni inshaalloh tavsiya qilishimiz mumkin, hurmatli obunachilar. Quvonchbek, narxini 2 million qancha dedingiz? 2 million 300 ming so'mdan o'sha va'da qilinganidek bonus aka. Buni ham o'tib beradigan joyingiz bormi yo bo'lishimi? Siz obunachilaringizga 2 million 300 dan
bir joyga olsa aka 2 million 200 ming so'mdan olasan aka, yana 100 ming kam bo'ldi. 2 million 200 ming so'mdan ulgurib qolinglar. Tanlab olgangacha Tanlab olganga aka kelishamiz. katta farqi Endi faqat eko'ylik qilib olsa, katta farq qilmaydi aka. 100 ming kilusiga tanlab olishaveradi. tanlab olishaveradi akalar. Ichida bir 5-6 ta narsalardan ko'rdim, lekin deyarli qolgani standart holatda. Ammo yeb ichishi vobshe zo'r. O'sha kichkinalarni ham yeb ichishga kafolat beraman. Hashagini yeb turgan, umuman muammosi yo'q. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, kelganda ham bir ko'rishlaring mumkin bo'lsa, onlayn savdo qilsalar video qilib tashlab ham berishadi. Xullas, dastavkalarni ham uyushtirib berishadi. Xudo xolasa aka qo'ldan kelguncha telefon qilsin, ishlarni bitiramiz aka. So'nggi partiya yakunlaymiz. So'nggi partiya, xudo xolasa xayr demaymiz, ko'rishguncha yanada o'sha 500 ta 600 ta qo'zlabganimizda kuzatib tursin, vulqonimizga obuna bo'lib qo'yishsin, like-da, kommentariyani erishmasin. Hurmatli obunachilar, videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Hammamizni qo'ramiz, mana shunaqa barakalarga to'la bo'lsin.